Agarda sizda ham shu xatolar bo'ladigan bo'lsa, buni albatta tark qiling. Bular nima? Birinchi navbatda o'quvchilar ko'p holatda self study, ya'ni darajasi past bo'lgan holatda ham self study qilishga harakat qilishadi. Bu narsani men umuman maslahat bermayman. Sababi o'quvchining darajasi past bo'lgan holatda o'zini xatolarini bilmaydi va qanaqa qilib to'g'rilash ustida juda ham ko'p bosh qotirsa ham javob topa olmasligi mumkin. Ikkinchi navbatda faqatgina IELTS materiallarini ustida ishlash, ya'ni reading, listening faqat shularni yechish sizlarning darajanglar o'sishini juda ham sekinlashtirib yuboradi. Uchinchisi va juda muhimi dictionary, ya'ni tarjimon ishlatish. Bu narsa sizlarni ingliz tilida fikrlash darajanglarni tushirib yuboradi va kelajakda qanaqa qilib to'g'ri yozish, to'g'ri tarjima qilish degan narsalar rivojlanmaydi. Uni o'rniga dictionary ishlatinglar, ya'ni lug'at. Endi bu xatolarni qilishni to'xtatish maslahat beraman. Sababi bu narsani to'xtatmaydigan bo'lsanglar, juda ham ingliz tili o'qish jarayoninglar cho'zilib ketadi va o'zingizda motivatsiyani yo'qotib qo'yasizlar. Agarda ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like qilinglar, podpiska qilinglar va ingliz tilida qiynalayotgan o'rtoqlar bo'lsa, unga jo'natib qo'yinglar. Mushkuli yengil bo'ladi, xudo xolisa. Goodbye. See you.